tushda ortiqchalik ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirning aytishicha, badandagi ortiqchalik bordi o'sha narsa yaxshi holatda bo'lsa, tushdagi ta'biri ham yaxshi bo'ladi. Yomon va yaramas narsa bo'lsa, ta'biri ham yomondir. Ibrohimning aytishicha, badandagi ortiqchalik mol va dunyoga dalildir. Agar tanadagi ortiqchalikdan o'ziga zarar yetayotganini ko'rsa, moli nuqsoni va bemorlik bo'ladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.